Ramazonda iftorlikka u saharlilarga somsadan ham zo'r ketadigan piyozli qatlama retsepti. To'liq retseptni video tagida yozib qoldiraman. Un, droji, tuz, suv solamiz va xamir qoramiz. Xamir oson yoyilishi uchun tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun tovaga yog' solib, piyozimizga tuz sepib, o'lgunicha qovurib olamiz. Piyozni tovadan ko'tarib issiq paytda ko'k piyozni solamiz. Tingan xamirimizni o'qlov yordamida yupqa qilib, katta qilib yoyib olamiz. Patir mazali bo'lishi uchun xona haroratida yumshab turgan anchor sariyolaridan surtamiz. Ustidan piyozli nachinkamizni yoyib, ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Piyoz hamda ko'k piyoz qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik mazali bo'ladi. Xamirni o'qlovdan ajratamiz, ko'rsatilgandek qilib tortib o'raymiz va paketga solib 2 soatga xolodilnikka yuboramiz. Biroz qotib olsa, kesish ham, yoyish ham oson bo'ladi. Kesib olgan xamirni 2 pergament o'rtasiga qo'yib, chiroyli qilib yoyib olamiz. Ustiga tuxum sarig'i surib, pechda pishirib olamiz. Qarsillab patirlarimiz tayyor. Etib yoqqan bo'lsa, notirangizni duo qilishni unutmang.